Bozorni kim qildi? Men qildim Ulug'bek. Sen qildingmi? Ha. Nech pul bo'ldi shuncha xarajat? 1,5 million bo'ldi, aka. 1,5 million. Yaxshilanibdi. Ay, qani, davlat. Shu manchi aldab o'ziga ham ustiga yeyapti-da. 1,5 million xarajat qildim deyapti. Go'shti 170 dan 2 kg olgan bo'lsa, guruch ham unaqa qimmat emas, bo'lsa 20 ming, 25 ming bo'lsa kerak. Qolgan nima? Napitka, shoptolar, anta tarvuz azgina. Nimadan bu? Nimaga ishlatgan bo'lishi mumkin? O'ziga uxlatyapti, bola. O'ldim deganda bir 800 ming shunaqani yeyapti-da bu. Barakasini bersin. Ziyafat. Hozir 1,5 million deyapti-da. Mayli, aka. Qani 1,5 million. O'tirmiz u. Hammasi joyida. Ha, 1,5 million xarajat qildim deyapti-da. O'zi olmaganda 1,5 million hammasini qo'shganda. Bilmayman, 1,5 million to'g'ri kelmaydi. Men yediryapti-da bu. Lekin unaqa bo'la emas u. Ko'zidan bilib turibman-da. Tamom. Yo'q, hozir. Sen boya xarajat qilgan. Bo'lganda. Turish kerak, o'zidan so'rasangiz hisoblab beradi nima olganini. Manga qaranglar, 1,5 million xarajat qildim. 600 ming. Kerak olma. Ha, ollaring. Ha, Ulug'bek, nechib qoldingiz, aka? Ha, o'zim. Toza havoga bir toza havo nafas oling. Ha, qarang, aka. Bilmayman. Hech kim sezmaydi ham, siz sezyapsiz, aka. Nimani? 1,5 millionga xarajat qilmaganimni siz sezyapsiz, aka. Ko'zingdan bildim-da. Ha, o'shanga endi anini oldida sharmanda qilmang, aka. Nech pul xarajat qilding, xo'p? Hoy, o'shani yarmini xarajat qildim, 700 ta turibdi, aka. 800 ming xarajat qildim. Ha, 800 ming xarajat qildim, o'shani yarmi turibdi, aka. Ha, noinsof. Endi anini oldida sharmanda qilmang, anaqasi 350 ming sizga beraman, aka. Nima sen meni kim deb o'ylayapsan? Men nima bolalarning puliga ko'z o'laydigan odamga o'xshaymanmi? Yo'q, past odam, hozir nima jahlim chiqarib yubording, boru. Endi anaqa nima shuga anaqa qilmang, aka, alla bilmasin. Bo'pti, obro'ying to'kilmasin, sharmanda qilmayman deb 500 mingni menga berasan, 200 ming bo'ladi. Topqirligimga-da, yo'qmi? Bo'l, allaga indamang-da, aka. Ha, to'g'rilaveraman, bo'ldi. Sen 500 hozir yig'ib bo'lgandan keyin sekin mana bu yerda ko'rishamiz, 500 berib yuborasiz, ha? Bo'ldi, kelishdik. Bo'ldi. Hozir hisoblab ko'rdim, odam so'qib qoldi, boru. 1,5 milliondan ko'p hisob ishlatyapti o'zi. Mayli 1,5 million bersa bo'ldi deydi. Mayli dedim. Men o'zi noto'g'ri tushunibman-da, men bilan ham qotib aytib o'tirdim. Shu 1,5 qimmat ishlatib yuborgan bo'lishi mumkin emas deb o'tirdim. Adashgan ekanman.